Hello everyone, we are starting to analyze the book reading challenge together. Before watching the lesson, don't forget to subscribe the Lingo Muslima channel. Barchaga yana bir bor assalomu alaykum. Reading challenge darslarimizni boshladik. First unit, The Ice Hotel. Birinchi qiladigan ishimiz bu yerdagi vocabulary preview bilan tanishib o'tish. Write a letter of the word or phrase with the same meaning as the underlined word. First, A, great, B, different, C, like, ice, D, unbelievable, E, one of a kind, and the last one, F, but in fact. We should match, ya'ni bir-biriga tutashtirishimiz kerak bo'ladi synonym wordini. Birinchisi, it's freezing cold outside in winter. Freezing tagiga chizilgan underlined wordimiz freezing. And buni biz bir-biriga tutashtirsak, yuqoridagi like, ice bilan moslashtira olamiz. Ya'ni muzga o'xshash, muzlagan. Ikkinchisi, the ice hotel is very cold. Surprisingly, people like to stay there. Demak, judayam ice hotel sovuq, ajablanarlisi odamlar bu yerda qolishni yoqtirishadi. Xo'p, of course, biz ikkinchisiga but in fact, ya'ni F javobni olsak bo'ladi. Ya'ni ice hotel juda ham sovuq, ammo bu faktki insonlar bu yerda qolishni yoqtirishadi. Surprisingly ga F ni sinonim sifatida ola olamiz. Third one, these dishes are very unusual. This is the first time I've seen dishes made of ice. Unusual so'zi demak underlined. So unusual ga biz olishimiz mumkin different, ya'ni o'zgacha so'zini ma'nodosh qilib. Bu yerda idish tovoqlar deyapti, juda ham bir o'zgacha, noodatiy va birinchi marotaba men bunday muz idishlarni demak ko'ryapman. Eksperiment o'tkazyapman. Third, there is no other hotel like this in the world. It's unique. Yana bunga o'xshagan bir mehmonxona dunyoda yo'q deyapti, bu yagona. Unique so'ziga one of a kind, ya'ni I variantni tutashtirsak bo'ladi, o'zining turida yagona ma'nosini beryapti. Beshinchisi, I can't believe how large this hotel is. It's amazing. Demak, bilmagandim qay darajada bu mehmonxona kattaligini, bu ajoyib. Amazing so'ziga esa biz sinonim sifatida A'ni ola olamiz. Great. And the last one, this art is beautiful. It's fantastic. Bu ya'ni san'at asari juda chiroyli. Bu nima deb bo'ladi? Aqlga sig'mas darajada. We can use the unbelievable. It's unbelievable. So, tekstimizdan boshlaymiz. The Ice Hotel. Are you into skiing? Qaranglar, are you into skiing? Bu yerda idiomatic expressions be into ni to enjoy doing, ya'ni biron narsani qilishdan rohatlanmoq ma'nosini beryapti. Ya'ni bu yerda siz chang'i uchish bor-ku, mana konki uchish deymizmi, nima deb bo'ladi? Toyish. O'shandan rohatlanasizmi? Is winter your favorite time of year? Qish deyapti, sizning eng sevimli vaqtingizmi? If you like snow and ice, maybe you should stay at the Ice Hotel in Quebec, Canada. Agarda siz qorni, muzni yoqtiradigan bo'lsangiz, balki siz deyapti, Kanadada joylashgan Quebecdagi Ice Hotelda qolishingiz kerak. Bu yerda endi tavsiya sifatida aytib o'tilyapti. But you can only check into this hotel during the winter. Check in deganni ham idiomatic expressionda ko'rishimiz mumkin. Bu birorta bir mehmonxonaga joylashmoqchi bo'lsalaringiz check in, ya'ni registratsiyadan o'tishlaringizga nisbat qilib aytilyapti. Siz faqatgina deyapti, qish faslidagina check in ro'yxatdan o'ta olasiz u mehmonxonaga. Why? Nima uchun? Because this hotel is made entirely of ice and snow. Sababi deyapti, bu mehmonxona butunlay entirely degani polностью deyapti, muz va qordan yasalgan. This amazing hotel is built every December. Bu ajoyib mehmonxona quriladi har yili dekabrda. It has 32 rooms and 80 people can stay there each night. Bu yerda 32 ta xona mavjud va 80 ta odam deyapti, har tunda qolishi mumkin. Qola oladi. The hotel has a movie theater, an art gallery and a church. Bu mehmonxonada demak kinoteatr, art ya'ni san'at galereyasi va cherkov ham bor. Of course, all of the parts of the hotel are made of ice. Albatta, bu mehmonxonaning barcha qismi muzdan iborat. In fact, shuningdek bu faktki all the furniture, art, lights and even plates and drinking glass are made of ice. Demak, jihozlari va lampochkalari va hattoki even tarelkalari va ichimlik ichadigan idishlari ham butunlay muzdan yasalgan. Because this hotel is so unusual, it has become very popular. Chunki deyapti, bu mehmonxona juda ham noodatiy va u mashhur. People from all over the world come to the Ice Hotel to look at the fantastic ice art, drink and eat from designer ice dishes and experience the unique atmosphere.
Odamlar deyapti butun dunyodan mana shu Ice Hotelga deyapti bir o'zgacha aqlga sig'mas darajadagi san'atidan, ichimligi va yeyish uchun qo'llaniladigan idish tovoqlarning dizaynidan va shuningdek yagona bo'lgan atmosferadan demak o'zlarini bir experience qilish uchun ham tashrif buyurishar ekan butun dunyodan. Some couples have even gotten married in the hotel's ice church. Hattoki ba'zi juftliklar deyapti bu yerning demak mehmonxonaning muzdekkina cherkovida nikohdan ham o'tishar ekan. However, all the guests keep their winter coats on. Barcha mehmonlar o'zlarining paltolarini kiyib olishar ekan. Because of all the ice, the temperature inside the hotel is always between -2 and -5 Celsius. Chunki deyapti mehmonxonaning ichi doimo temperaturasi ichkarida necha ekan? -2 va -5 gradusda bo'lar ekan. Surprisingly, sleeping is not a problem in the freezing cold hotel rooms. Ajablanarlisi, uxlash deyapti mehmonxonaning ichidagi xonalarda muzday bo'lishiga qaramasdan problema emas ekan. Every guest gets a special cold weather sleeping bag and some fur blankets. Har bitta mehmonga spetsialni sovuq uchun maxsus bo'lgan uyqu sumkasi va fur degani animal hair deb qo'yibdi, ya'ni jun, hayvonning junidan to'qilgan, tayyorlangan desak bo'ladi, adyollar berilar ekan. Sleeping bagda tasavvur qilishlaringiz uchun eslatib o'taman, Kavkazasiy restoranning bor-ku, yotib oladi-ku oranjli sumkaga. Ana o'sha nazarda tutilyapti. This keeps them cozy and warm until morning. Bular deyapti, ularni ya'ni mehmonlar nazarda tutilyapti, issiq, ya'ni qulay tutadi va issiq tutadi tonggacha. Reading comprehension qismiga ham yetib keldik. Endi javoblarni avval yaxshilab o'ylab olingizlar, keyin tahlillashtiralar juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, birinchisi, what is the main idea of this reading? Ya'ni bu readingdan asosiy g'oya, maqsad nima? Bu yerda javob B bo'ladi. What makes Ice Hotel special? Ya'ni bu yerda Ice Hotelda eng muhim, maxsus bo'lgan narsalar deyapti va shu javob aynan to'g'ri variant bo'lardi. Ikkinchisi, what can you do in the hotel? All of the above. Hammasini qilib ko'rsangiz bo'ladi. Kinoteatr bor, ajoyib bir ovqatlarni interesting meal iste'mol qilib ko'rishingiz mumkin va get married ham. Chunki church bor deyapti. Why is sleeping not a problem at the hotel? Chunki the sleeping bags are warm. Special demak mana shu boya ko'rsatib o'tgan Ninani sumkasi bor edi, o'sha issiq bo'lar ekan. In which part of the hotel would you probably find the ice plates? Of course, we can find the restaurant. Restorandan topib olamiz. Taralkan joy restoran bo'ladi. Va 5-inchisi, what do you think happens to the hotel in the spring? Nima bo'lishi mumkin? Buni logik o'ylab ko'rishimiz mumkin. Faqatgina qishda quriladi bu ice hotel. Chunki it melts, ya'ni erib ketadi. Idiomatic expressionsga bitta qarab o'tamiz. Be into yuqorida ta'kidlab o'tganim biron narsaga juda ham qiziqib kirishib ketmoq bo'lyapti. Check in ro'yxatdan o'tkazish, made of biron narsadan yasalgan. Materialni aytishga nisbatan ishlatiladi. Va bu yerda birinchisi did John deyapti. Nima qilamiz? Check in bo'ladi, of course. Ya'ni registratsiyadan o'tganmidi. Ikkinchisi bo'lsa bu be o'rniga I am into ishlatamiz. Va oxirgisi of course made of. Endi sizlar bilan birgalikda qolgan mashqlarni o'zlaringiz mustaqil bajarsalaringiz bo'ladi. Not testini tahlil qilib, javoblarni bitta ko'rib chiqamiz dear. Birinchisi, he debdi, bla bla, J.K. Rowling. Uni har bitta kitobi bor debdi. Of course biz qo'shimiz mumkin, uning ishqibozi uni juda ham sevib o'qiydi degan ma'noni olib berishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, he is into. Ikkinchisi, it's a cold outside that the water has turned to. Prosta sovqatib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Of course, ice bo'ladi dear. Uchinchisi, Picasso painted unique pictures. Yagona. Buni ko'rsalaringiz juda ham bir g'alati chizgilar. U o'zining demak turida yagona. Next, many people enjoy debdi in that restaurant. O'sha restoranning atmosferasidan maza qiladi. Keyingisi, I really like the Matrix. It's a fantastic movie bo'ladi, of course. Next, the house is made of wood. Ya'ni bu uy nimadan yasalgan? Yog'ochdan yasalgan ekan. And next, in very cold countries, people nima qiladi? Fur coats, ya'ni jundan to'qilgan paltolarni kiyishadi. Undan keyingi B variantidagi 8, 9, 10 ni javobni sizlardan kutib qolaman. Obuna bo'lishni va albatta like bosishni unutmang. Have a nice day.